Assalomu alaykum barchaga. Bugungi videomizda mana Cobalt avtomobilimizda ko'pchilikni e'tirozini tushib turgan narsa tezlik datchik korobkadagi. Shuni operatsiya qildik hozir sindirib yana. İçini açtık. Bir dana tranzistor bilan bir dana hol datchik turadi ekan. Mana bir dana hol datchik. Mana. Boshqa bir asobiy hech qanday yo'q ekan. Bir dana kuchli magnit yana kvadratniy. Magnit. Hozir ko'pchiligimizda chek yanib, ashib yanib qolib turibdi. Tozalab netib qo'yamiz, yana ishlamay qolib turibdi bu narsa. Buni ochib remont etishning imkoni qiyinroq ekan. Baribir ichini aptol jiradini ishlatib qo'ysam, mahkamlab kesib ochib qo'ygan taqdirda mana shu kuyib qolsa kerak, buni tranzistor. Magnit bilan ishlaydi tezligi. Hozir orqa tarafini ham sindirib ko'ramiz buni. Orqasidan bor ekan, mana. Qarshiliklarimiz bor ekan. Tranzistor, kichkina tranzistor bor ekan. Biroz narsa bor ekan shu palatada. Palataning qolgan yeri shu noshkisi bor ekan bo'lgani. Remont qilish, короче, не стоит. Shunchaki narsa, shu tezlik o'lchaydigan narsa shu.